Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yana bir obyektimizda solnechniy panel ishlari ketmoqda. Solnechniy panel 15 kilovatli solnechniy panel. Bu 5 kilovatli uchun, gibrid inverter uchun va bu yerda 10 kilovat. Bu biz gibridni обычный tokka aralashtirib qo'shib yuboradigan sistema qilingan. Ko'rishingiz mumkin. O'rnatdik. Bu yerda водонагреватель, sutki, solnechniy panellarimiz. Shu tarzda ishlarni amalga oshirdik. Kanalga obuna bo'linglar. Panel uстановкалari kerak bo'lsa bemalol kommentariyada aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Borib o'rnatib joylashtirib kelamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.